Rivoyat qilinishicha, qiyomat kunida birinchi bo'lib namozni tark etuvchilarning yuzlari qorayadi. Jahannamda lam deb nomlanmish ilonlar darasi bo'lib, har bir ilonning yo'g'onligi tuyaning bo'ynidek, uzunligi 1 oylik masofadek bo'ladi. Ular namozni tark etuvchilarni chaqadilar. Uning zahari namozni tark etuvchining jismida 70 yil qaynaydi-da, so'ng uning yoshlari erib tushadi. Yana bir rivoyat borki, bu har qanday insofli odamni hidoyat ko'chasiga chorlaydi. Bani Isroillik bir ayol Muso alayhissalom huzurlariga kelib, "Ey Allohning elchisi, men ulkan gunoh qilib qo'ydim-da, bu gunohimdan Alloh taologa tavba qildim. Allohdan tavbamni qabul qilib, gunohimni mag'firat etishini so'rab duo qiling" dedi. Muso alayhissalom undan "Nima gunoh qilding?" deb so'ragan edi. U "Ey Allohning payg'ambari, men zino qilib bola tug'dim-da, so'ng uni o'ldirdim" dedi. Shunda Muso unga "Chiq bu yerdan, ey fojira, yana kasofating tufayli osmondan olov tushib bizni yondirib yubormasin" dedi. Ayol payg'ambar huzuridan qalbi o'ksgan holda chiqib ketdi. Jabroil alayhissalom tushib, "Ey Muso, Rabb taolo nima uchun tavba qilgan ayolni qaytarib yubording? Undan ko'ra yomonroq kimsa borligini bilmaysanmi?" deyapti dedilar. Muso alayhissalom "Ey Jabroil, undan ham yomonroq kimsa kim?" deb so'ragan edi. "Qasddan bila turib namozni tark etgan kishi" degan javob